Bu misol DTM25 sizga tushib qolishi mumkin. Videoni demak, y ning 6-si plus y ning 4-si minus 2y kvadrat plus 3 ifodani y kvadrat minus 2 ga bo'lgandagi qoldiqni toping. Demak, xo'p, bu misol biroz murakkabroq, lekin men sizga juda oson usulni o'rgataman. Ya'ni mana bu ifodani bo'lish kerak ekan, ya'ni bo'luvchisi ekan. Yoki bo'linmasa qoldiq. Yaxshi. Demak, yozamiz y kvadrat minus ildizosti 2. Agar uni bo'luvchi deb olsak, biz teng 0 deb olishimiz kerak. Y kvadrat shunda ildizosti 2 ga teng bo'ladi. Bu nima degani? Mana bu y kvadratni, har bir y kvadratning o'rniga ildizosti 2 ni qo'y. Agar bo'luvchisi bo'lsa, javobi 0 ga teng chiqadi. Bo'luvchisi bo'lmasa, chiqqan son qoldiqqa teng bo'ladi. Demak, yozib olamiz. Bu y kvadratning kubi plus y kvadratning kvadrati minus o'zi 2y kvadrat plus 3. Demak, y kvadratning o'rniga biz 2 ni qo'yamiz. Ya'ni ildizosti 2 ning kubi plus ildizosti 2 ning kvadrati minus ildizosti 2 ni o'zi va plus 3. Yana qaytaraman. 0 ga teng deganimiz bu bo'luvchisi bo'lsa dedik. Va bu ildizosti 2 ga teng bo'ldi. Demak, y kvadratning o'rniga biz ildizosti 2 deganimizda javob bo'lsa, demak bu bo'luvchisi bo'ladi. Ifodani bo'luvchisi bo'ladi. Agar boshqa son chiqadi bo'lsa, o'sha qolgan mana qo'ydik. Buni hisoblasak, 2 ildizda 2 plus 2 minus 2 va plus 3. Bu ifoda qaramachi bo'lishi 0 ga 2 ga qo'shamiz. 5 bu qoldiqni bildiradi. Demak, ifoda bo'lgan qoldiq bo'lar ekan. Qol sizga uning javobi 5. Videoga like bosib, komment qilish, abituriyentlarga ulashish esdan chiqadi.